Qo'zilarimiz to'qliga chiqayotgan akalar, qo'zilarimiz xudo xolisa sotuvga qo'yildi. Akalar, mana shunaqa katta partiyada urg'ochi qo'zi chiqsa, ayting aka, bir qo'lga olaman yoki 15 ta, 20 ta kuch yetgunicha olaman deydigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, akalar katta partiyada eng bir arzon joydan xudo xolisa mana shunaqa urg'ochi qo'zilarimiz akalar xudo xolisa sotuvga qo'yildi. O'sha akalar 6 oylikdan o'tadigan to'qlari ham ichida anchagina bor do'stlar. Do'stlar, xudo xolisa bugun biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'iga yetib kelganmiz. Egalaridan mana shu qo'zilarni hozir akalar ko'rsatib, narx-navo ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Urg'ochi qo'zi olaman aka, narxlari yengil, sifati zo'r, mana shunaqa yiriklaridan deydigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, urg'ochi qo'zilarimiz yetib keldi. Narxi ham o'ta arzon do'stlar. Do'stlar, to'g'ri chiqaryapmiz har xil narxda. Kerak bo'lsa akalar 7 milliongacha, 8 milliongacha to'g'ri qo'y chiqaryapmiz. Xudo xolisa eng arzoni, sal yoshroq variantlaridan akalar endi o'sib kelayotgan mana shunaqa urg'ochi qo'zilarni bugungi videomizda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, bittadan like bosib qo'yinglar, shunaqa puli yengil urg'ochi qo'zidan so'ragan yurtdoshlarimiz uchun hozir egalaridan mana shu qo'zilarni to'liq ma'lumotini so'rab o'tamiz. Akajon, assalomu alaykum. Va alaykum salom, assalomu alaykum Ilhom aka. Ishlar zo'rmak, charchamasizmi? Rahmat akajon. Xolasa endi 180 bosh olib keldim dedingiz, to'g'rimi? Shunday aka, 180 bosh keldi aka, tozalari keldi. Gap yo'q. O'zi ham boyagi dalaga taylashga tayyor qilib qo'yib, yunglarni olib oladigan odam uchun tayyor qilib qo'ygan. Shunday, nasib bo'lsa aka, 10 yil mol qilaman degan aka. Sari to'qlarni zo'rin saqlayman deganlar uchun keldi aka. Noldan qo'y qilaman deydiganlar kelaversin, ha? Shunday aka, haqiqiy tozalari aka keldi. Qarang, endi bular 6 oylikdan o'tganda, to'g'rimi ko'pi? Shunday aka, noyabrskiy qo'zilar aka, 6 ta 7 oylik bo'lib qoldi bular. Ha. O'sha 6 oydan o'tdi, o'zimizda endi chorvada 6 oydan o'tdi, to'qli deymiz, to'g'rimi? Shunday akajon, shunday. To'qlining eng yosh variantlari akalar. Xudo xolisa endi buni 3 oy to'ra qarasinlar, xudo xolisa sentyabr, oktyabrda qo'chqorni qo'yib yuborursinlar. Ha, shunday aka, albatta aka. 3 oy to'ra, avgust, sentyabr oyida qo'chqorni bemalol qo'yaversin aka. Bo'ybaslarni ham endi o'rtacha 70-75 olaveraydik, ha? Shunday aka, bizda realni narsa mana, yolg'on gap yo'q. Bor aka, kelib yana ham ko'rishadi. Ustida gaplashamiz aka. O'rtacha 70 plus minus 75 ham bor akalar, shunaqa hisoblab olaveramiz. Endi akalar metrda o'lchayotganmiz, lekin mana bemalol o'zlaringizdan videoda ko'rib turibsizlar, bemalol holatlari yaxshi akalar, urg'ochi qo'zilik bilinib turibdi. Endi aka bu urg'ochi qo'zi bozorda yo'q, erda yo'q, berda yo'q deydi, o'zi ham ko'pini o'zi bosib olgan ekanda, siz olib kelgan ekandasiz. Shunday aka, buni yarmi aka dehqonchilik aka, yarmi bir otardim ol aka. Cho'ponni olib kelgansiz, ochiq aytaman. Shunday aka, yarmini aka 90 boshini cho'ponni olib kelgan aka, 90 bosh dehqonchilik aka. Chunki adashmasam bir hafta bo'ldi sizdan video chiqarganimizga, bir yurtdosh obunachimizga 200 dan 300 ta sotdingiz bir qo'lga. Shunday aka, bizda doim arzon bo'lgan obunachilarimiz optim olishadi aka. Bizda doim optim narx sotiladi. Endi buni bozorda olaman desangiz 180 dan, bozorda bir oy 2 oy qatnashingiz kerak bozorga. Buni cho'ponni qo'ldan olgansiz, to'g'rimi? Shunday aka, endi ham ko'rib olishadi. Akalar, mana kelib ko'rib olaverasizlar, cho'ponni qo'ldan yarim qismidan ko'pi cho'ponni qo'ldan olingan akalar, xudo xolisa bir qo'ldan mana uydan olingan hammasi. Bunaqa bozordan akalar 2 ta 3 ta terilgan pachaki qo'ymas akalar bular, mana. Ishtahalaridan muammo yo'qmi aka? Yo'q aka, ishtahalardan muammo yo'q. Men ko'rib turibsiz, xasta dalada yuribdi aka. Hammasi yeb ichish sog'liq garantiyasi bor aka. Bu aka yemasa, ichmasa mol bunday bo'lmaydi aka. Eng asosiysi yemga o'rganmagan dalaniki, to'g'rimi? Dalaniki aka, mana qirda yuribdi. Gap yo'q. Buni endi aka narxiga to'xtalamiz har doimgidek. Narxini nechta pul qo'ymoqchisiz o'zi? Bizda aka o'zingiz narxlab o'zingiz sotavering aka. Bizda doim arzon bo'lgan-ku. Men o'zim narxlaydigan bo'lsam, eski sotgan narxingizni bilaman aka. O'sha narxda qo'yamiz, iloji bor. Yo'q, aka narxlar ko'tarildi deyapti aka. Ozroq kam bo'lmaydimi? Men bilaman, hozir mana Qurbon hayit bayrami o'tdi, narx-navo ancha oshdi. Chunki sabab hamma molini sotgan, bozorda olish bo'lyapti. Savdo zo'r. Shunday akajon, shunday bo'lyapti. Savdo zo'rligini hisobiga narx oshib ketadi har doim. Shunday. Lekin endi qishin yozin sizda narx o'zgarmaydi. Narx oshsa ham bilasiz, o'sha eski narxni qo'ygansiz. O'sha eski narxni qo'yaylik, xudo xolisa. Bo'pti aka, bizda doim shu aytganingiz bo'lsin aka. Lekin mol sifati juda o'ta saralanib boryapti aka. Ko'ryapsiz o'zingiz ham. Avvalgidan ham nisbatan buni sifati, sorti juda zo'r. Hammasi tikka dumma, kashtan. Qarang, onalari ham aka 90-95 lik qo'y aka, hammasi. O'zim ko'rganman aka. O'sha uchun nima qilamiz buni? Aka, buni narxi bo'ldi, narx o'zgarmaydi bizda. Labz aytgan gap. 3.600 mingdan bo'lsa, o'tar qaytarib bir joyda bo'lsa sotaman. 15 ta 20 ta taxtalariga ham beraveramiz, o'rtadan kirib olsa
aka tayoq taylab olsa beraman, dastavkasi o'zidan bo'ladi aka. Ha, agar optim bir qo'l desa, dastavkasi mayli o'zizda. Kamida bunday deydik. 50 ta olganga dastavka sizda. Bo'ldi aka. 50 ta tayoq taylab olsin, shunday bir chetidan. Dastavka qilib beraman. Optim narxda aka. 36 optim narxi. Videoda obunachilar ko'p noto'g'ri tushunyapti aka. 36 qo'ygansan, tanlab olishga ham 36 yo 50 ming, 100 ming narx ber deyapti. Lekin aka bizda 180 boshlik evaziga, soni ko'pligi evaziga optim narxda qo'yyapman aka. 3 million 600 ming optim narxi aka. Tanlab olaman desa narxi o'zgaradi. Ha aka, albatta. Tanlab olaman desa narxi o'zgaradi aka. Akalar, ko'rib turibmiz, xudo xolasa. Urg'ochi qo'zilar haqiqatan akalar yiriklar juda ko'p ichida. Bemalol mana akamizga chiqib barakasini bosib o'rsanglar bo'ladi. 3 million 600 ming so'mdan baho qo'yildi. Endi 10-15 ta olganga dastavka iloji yo'q demaymiz. Dastavka bo'lar, faqat alohida kelishiladi dastavka puli. Agar kamida 50 ta olsanglar, akamiz o'zlarining hisobidan 3 million 600 dan tayoq taylariga tekinga dastavka o'ylaringizga O'zbekiston bo'ylab Vodiy Islami Qoraqalpoq yetib beriladi. To'g'rimi aka? Shunday aka. Soniga qarab kelishamiz aka. Agar saralab olaman, kimdir aytadi bu 75 likda olaman, kimdir 80 likga qarab bor ekan qo'y urg'ochini qo'zini olaman deydi. O'shanga qarab narx-navo plus-minus bo'ladi. Ulgurib qolinglar do'stlar, soni cheklangan pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman.